Hozirgi kunda O'zbekiston aholisining ko'payishi natijasida ularning uy-joyga bo'lgan talablari ortib bormoqda. Shu sababli davlatimiz rahbari tomonidan uy-joyga muhtoj bo'lgan oilalar uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Ushbu davlat tomonidan berilayotgan subsidiyalar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Subsidiya qanday holatlarda berilmaydi? Agar daromadingiz Toshkent shahri 10.626.000 so'm yoki viloyatlar uchun 9.240.000 so'mdan yuqori bo'lsa, siz yoki turmush o'rtog'ingiz O'zbekistonda uy-joyga egalik qilsangiz, agar avval ipoteka bo'yicha subsidiya olgan bo'lsangiz, agar siz yoki turmush o'rtog'ingiz bir oiladan 2 ariza bergan bo'lsangiz, faqat bittasi qabul qilinadi. Arizada noto'g'ri yoki soxta ma'lumotlar berilgan bo'lsa, avtomatik ravishda rad etiladi. Agar hududingizda subsidiya kvotasi tugagan bo'lsa, joriy yil uchun ariza ko'rib chiqilmaydi. Subsidiya olish uchun daromad chegaralari: Toshkent shahri uchun 3.118.500 so'mdan 10.626.000 so'mgacha, Qoraqalpog'iston va viloyatlar uchun 3.118.500 so'mdan 9.240.000 so'mgacha. Siz va turmush o'rtog'ingiz nomida O'zbekistonda uy-joy bo'lmasligi kerak. Siz quyidagi toifalarga kirsangiz imtiyozga ega bo'lasiz: mehnat migrantlari, labor migration tizimidan ro'yxatdan o'tgan, qishloq hududlarida ishlovchi tibbiyot xodimi yoki oliy ma'lumotli mutaxassislar, muhandislik, qurilish va ishlab chiqarish sohalari bo'yicha o'qituvchilar, 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar, ajrashgan ayollar, beva ayollar va yolg'iz onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Ariza topshirish tartibi: arizalar subsidiya.edim.uz orqali 1 soat ichida ko'rib chiqiladi. MyGov.uz orqali berilgan arizalar avtomatik ravishda platformaga yo'naltiriladi. Baholashda nafaqat talabgor va turmush o'rtog'ining, balki kafil yaqin qarindoshlari daromadi ham hisobga olinadi. Agar ariza beruvchining shaxsiy daromadi 0 bo'lsa, turmush o'rtog'i yoki qarindoshlar daromadi hisobga olinmaydi. Subsidiya olish uchun kamida 30 ball to'plash kerak. Ariza berish uchun Davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilish yoki mygov.uz portali orqali onlayn topshirish mumkin.